Musharraf. Voy, ne vaqtli turib oldingiz? Zavtrakka olaylik. Ha, xo'p, hozir tayyorlab beraman. O'zim tayyorlab qo'ydim, bo'laqa yeb olamiz. Voy, ne ovora bo'lasiz? Hozir o'zim tayyorlab beraman. Ha, ye, ovorasi bormi? Bugun dam olish kunimni senga ajratdim-da. Bo'laqa. Xo'p, hozir. Yuzingni yuvib chiq. Qani, ovqatim shirin chiqdimi? Ha, rahmat. Qo'lingiz bilan shirin zo'r chiqibdi. Ha, osh bo'lsin. Nima ish qilish kerak? Uyda qanaqa ish bor? Yo'q, ishlarga o'zim qilaman. Voy, bugun yakshanba, men senga vaqt ajratganman. Bu ishlarda ham ozgina yordam beraman-da. Nima qilish kerak? Uylarni pilisos qilib chiqish kerakmi? Ha, narigi xonalarni qilib qo'yish kerak-da. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa men bilan yig'ishtirurman, u yoqni o'zim pilisos qilib chiqaman. Xo'p, rahmat. Ana, uylarni ham pilisos qilib bo'ldik-a, qizim? Ha, Endi nima ish qilamiz? bilmadim. Ha, oyna so'randi. Oyana nima ish qilaylik? Hozir men bozorlikka spesik qilib beraman. Adela bozorga borib keladilar. Asan men bilan o'tirib turasan. Ha, Charchamadingizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Uylar tozalandi, bozorlik qilib kelindi. Uydagi hamma ishlar bitdi. Endi o'tgan safar sen kinoga borging keluvdi. O'sha yoqqa birga boramiz, o'tdimi? Voy, muncha zo'r. Hozir tez Xadijani kiyintirib chiqing. Ey, men qara. Hadichasiz, bugun sen bilan men kelamiz, er-xotin mazza qilib aylanib dam olib kelamiz. Xadijani kimga tashlaymiz? Hadichani akamga tashib ketamiz. Aytib qo'yganman, 1-2 soat qarab turishadi. Ha. Adasi, bugun menga vaqt ajratganingizga kattakon rahmat. Bugungi kun hayotimda unutilmas kunga aylandi. Rahmat. Azimaydi. O'zimda o'ylab qarasam, ertalab ishga ketar ekanman, keyin kechqurun yana qaytib kelib, sen bilan bir bemalol gaplasha olmas ekanman, vaqt ajratmas ekanman. Telefon bilan ovora bo'lib, seni unutib qo'yar ekanman doim. Hech bo'lmasa biz erkaklar bir haftada bir marta bo'lsa ham ayolimizga vaqt ajratib turishimiz kerakligini unutib qo'yibman. Shuning uchun bugun senga vaqt ajratdim. Bundan keyin Xudo xohlasa imkon qadar haftada bir marta bo'lsa ham sen uchun vaqt ajratishga harakat qilaman. Rahmat.